Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan kompyuter tarmoqlari ulardan foydalanish 9-sinf, ya'ni informatika axborot texnologiyalari darsligi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzumiz tarmoq xizmatlari, ya'ni IP telefoniya, IP video konferensiya, web brauzerlar bo'yicha, elektron pochta xizmatlari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ularning ishlash tamoyillari, prinsipi, xarakteristikalari, qaysi protokolning ishlatilishi bo'yicha qisqacha nazariy va amaliy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, bugungi kunda aholiga ko'rsatiluvchi xizmat turlari, demak, kelib chiqqan holatda, demak, 4 ta turga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Bular istiqomat qiluvchi aholi sektorlari, biznes klientlar, uchinchi xizmat ko'rsatuvchilar va davlat sektoriga misol qilib aytishimiz mumkin bo'ladi. Bizdagi bugungi kunga kelib turib turli xil xizmatlar mavjud. Aynan shularning eng ko'p rivojlangan qismi IP telefoniya, ya'ni IP telefoniya va IPTV xizmati va internetdan foydalanish boshqa bir nechta xizmatlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Hozir IP telefoniya bo'yicha sizlarga chuqurroq ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni IP telefoniya bizda VoIP deb ham yuritiladi. Voice over, ya'ni IP, ya'ni bu internet yoki shu ma'lumot uzash tarmoqlari orqali telefon so'zlashuvlarni real vaqt rejimida tashkil etish va amalga oshirish imkonini beruvchi texnologiya hisoblanadi. Bugungi kunda bu hozirgi kunda har bir korporativ tarmoqlarda va har tashkilotni oladigan bo'lsak, o'zining IP telefoniyasi mavjud. Nima uchun bizga IP telefoniya kerak bo'ladi? IP telefoniya bizda demak chiqimlarga kamaytirish, ya'ni sarf xarajatlarni boshqa oddiy telefonga nisbatan kamligi, universalligi, ochiq arxitekturaligi va o'tkazish polosasidan effektiv foydalanish hisobiga amalga oshiriladi. Misol uchun mamlakatlararo va shaharlararo qo'ng'iroq narxini demak aynan IP telefon orqali uzatishda kamligi, undan tashqari o'sha har xil turdagi ma'lumotlarni o'zida mo'ljallantirilgan ovoz yoki video tasvirlarni ham uzatish imkoniyati. Universalligiga keladigan bo'lsak, ayni bu nutqni tarmoq infrastrukturasining istalgan nuqtasida IP paketlariga aylantirish imkoniyatini ham berib o'tadi. Odatda bu texnologiya demak H323, MGSP, C protokollaridan foydalanadi, standartlardan foydalanib o'tiladi va bularni jo'natayotganimizda kanaldan effektiv foydalanish, ya'ni 64 kilobit sekundli telefon liniyada ham demak uzatish imkoniyatiga ega bo'lib o'tiladi. Xo'p, mana bu rasmda ko'rishimiz mumkinki, IP telefonidan foydalanayotganda birinchi navbatda demak biz gapirayotgan tovush analog signalimiz raqamli ko'rinishga keltiriladi va har xil turdagi siqish algoritmlar yordamida bular o'sha ma'lum bir paketlarga joylashtiriladi va ma'lumot shaklida uzatiladi. Xo'p, bu yerda ham mana ishlash prinsipi keltirilgan, ya'ni har bir masalan bizda aytilgan 78 lik 113 raqamini demak har bir o'sha nomerga alohida IP manzil beriladi. IP manzillar orqali demak bizda siqish algoritmlari bor, ya'ni ovozimiz ma'lum bir standartlar asosida, ya'ni uzatilayotganda har xil shovqin-bardosh kodlarga chidamli bo'lish uchun o'zining ishlatiladigan va kanaldan effektiv foydalanish uchun demak siqish algoritmi ishlatiladi. Eng ko'p ishlatiladigan algoritmlardan o'sha standartlardan birini aytadigan bo'lsak, ya'ni J711, 723, J729 8 kilobit sekundda uzatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Undan tashqari bu IP telefoniya o'zi alohida qurilmalari mavjud. Bu qurilmalar masalan Actom yoki bo'lmasa Cisco'ning yoki Huawei'ning o'zining IP telefoniya qurilmalari mavjud. Ular ham alohida IP asosida demak ma'lumotlarni, ovoz xabarlarni uzatish mumkin bo'ladi. Xo'p, bularning IP telefoniyada bog'lanish usullari demak quyidagi slaydda keltirilgan. Ya'ni bu yerda IP telefoniyadan foydalanayotganda faqat bizda telefon emas, ya'ni kompyuter orqali ham bularni amalga oshirish mumkin yoki kompyuter telefon orqali amalga oshirish mumkin yoki oddiy bizdagi analog telefonlarimizni shluz yordamida demak uni raqamli ko'rinishga keltirishimiz va internet tarmog'i orqali ularni uzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu jarayonlarda oddiy bizda masalan biz biror bir tarmoqda yoki biror bir korxonada har bir korxonaning o'zining xususiy tarmog'i mavjud. O'sha tarmoqda demak bizda hozirgi kunda har xil turdagi virtualizatsiya xizmatlari mavjud. Hozirgi kunda masalan AX boshqa turdagi virtualizatsiya xizmatlari mavjud. Cloudlar yordamida o'sha dasturiy ATS sifatida ishlaydigan dastur ko'tariladi. Masalan SIP serverlar ko'tariladi. U yerda o'sha ichki tarmoqni bepul telefondan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda va sifat jihatdan ham oddiy analog telefonlarga nisbatan demak yuqori turishini ko'rishingiz mumkin. Uning uchun bizga quyidagi oddiy kompyuterimizda yoki oddiy o'zimizning telefonimizda ham, mobil telefonimizga ham quyidagi Zoiper, MicroSIP, 3CX Phone va MiniSIP har xil turdagi o'sha dasturlar o'rnatib turib, biz Wi-Fi orqali Wi-Fi ga ulangan bo'lishimiz kerak. Wi-Fi orqali ularni demak o'sha ikkita mobil telefonlarni ham demak bepul foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Uning uchun bizda agar kompyuter bo'ladigan bo'lsa, Linuxda ham, bu Windows operatsion sistemasida ham va Mac operatsion sistemalarida ham buni o'rnatish mumkin. Mana bu yerda demak har xil ularning tokkastama tahlili keltirilgan, ya'ni demak qaysidir litsenziyasi va litsenziyalanmagan holatlari, bepul versiyalari ham mavjud bo'ladi. Ishlatiladigan protokollar ham masalan Trunk yoki J711, IAX va shunga o'xshash bir nechta protokollari mavjud va bu eng qulaylik taraf shuki, IP telefoniyadan foydalanayotganingizda har bir xodimingizni siz uning kim nima haqida gapirilayotganligi, ularni demak limitlar bergan holatda ularga
xavfsizlik yuzasidan tashqariga chiqayotganda yoki ichki kirayotganda ularning ovozini yozib olishingiz, ularni har xil turdagi xizmatlardan foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Har xil muzikalar qo'yish mumkin. Shunday qilib bu IP telefoniya hozirgi kunda ommabop bo'lgan xizmatlar safiga kiradi. Keyingi xizmatlarimiz bu IPTV, ya'ni siz televideniye orqali har xil turdagi shoularni yoki kinolarni ixtiyoriy vaqtda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni buning umumiy ta'rif beradigan bo'lsak, IP tarmoq orqali ma'lumotlar uzatishni raqamli televideniye ko'rinishi, ya'ni ma'lumotlar o'sha IP orqali berilgan IP tarmoq orqali uzatiladi. Bu yerda undan tashqari o'zining ichki xizmatlari ham bor, ya'ni video on demand yoki time shift TV har xil turdagi o'sha o'zining bizdagi servislari ham mavjud bo'ladi. Demak, bu o'sha xizmatlarni hozirgi kunda yetkazib berish uchun tarmoq texnologiyalari mavjud. Ya'ni bizda ADSL texnologiyalari, ya'ni biz o'sha uzatish muhitimiz bor edi, ya'ni simli, simsiz deb yuritamiz yoki Wi-Fi orqali uzatishimiz mumkin. Shunga qarab turib texnologiyalar ham turlicha bo'ladi. Ya'ni biz simli texnologiyalardan o'sha mis kabellarda ishlatganimizda ADSL, ya'ni XDSL deyiladi. X so'zi bu yerda ADSL, BDSL har xil turlarga bo'linadi. Ular bir-biri bilan tezliklardan yoki uzatish maydon jihatdan, uzunlik jihatdan farq qiladi. Optikadan foydalanadigan bo'lsak, hozirgi kunda PON texnologiyasi, GPON deyapmiz yoki FTTX, demak optik kabelning ayni abonent tomonigacha qaysi qismigacha borishiga qarab turib FTTX, ya'ni FTTN tugungacha yoki FTTB building, ya'ni binogacha yoki shkafgacha turlarga qarab turib, bu o'sha yuqorida aytib o'tilgan IP telefoniya, web har xil xizmatlar yoki tovush ma'lumot, video ma'lumotlarni AAA xizmat deb yuritiladi. Odatda ular o'sha xizmatlarni uzatishimizda quyidagi texnologiyalar ishlatilib o'tiladi. Demak, hozir biz darsimizni chuqurroq yanada tushunarli bo'lishi uchun biz o'sha kompyuterimizga biz virtual box deb platformasini o'rnatib olamiz. Ya'ni virtualizatsiya, demak biz tarmoq ichida, kompyuterning ichida, operatsion sistema ichida, demak yana bir operatsion sistema, ya'ni Asterix degan o'sha platformani o'rnatamiz va undan SIP serverini, ya'ni IP telefonini tashkil qilamiz. Shu jarayonlarni siz o'quvchilar bilan qisqacha ma'noda ko'rib o'tib ketamiz, sizda umumiy tasavvur ega bo'lishingiz uchun. Buning uchun biz quyidagi VirtualBox Oracle firmasining yana VirtualBox platformasini o'rnatib olamiz. Bu VirtualBox platformasida siz kompyuteringizga qo'shimcha yana bir nechta operatsion sistema o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, sizning kompyuteringiz Windows 10 bo'ladigan bo'lsa, Windows 8 ham ichida o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz bu yerda IP telefon o'rnatganmiz. IP telefoniyani demak bizda ishga tushirishimizda aynan bizga mana bu ko'rinishda Linux sistemasi asosida ko'tarilgan, FreeBSD ko'tarilgan bu yerda. Aynan buni IP-si 192.168.120 ekan. Demak, bu 120 o'sha IP adresi orqali biz web brauzer orqali o'sha xizmatga kiramiz. Ya'ni bu yerda mana 120 orqali biz o'sha xizmatga kirdik. Bu xizmatdan foydalanishimiz uchun mana bu yerda FreeBSD administrator degan nimasi bor. Bu yerda parol so'rayapti. Demak, admin paroli masalan 1 2 3 4 5 6. Unga alohida o'sha xavfsizlik jihatdan unga parol login beriladi va o'sha parol login orqali administrator biror bir nomerni qo'shishi yoki biror bir nomerni o'chirishi, ularga xizmatlar qo'yishi mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha mana quyidagi tartibda oyna ochiladi. Bu yerda application qismida extension degan papka demak bo'limi bor. Extension bo'limida demak biz bir nechta nomerlarni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Mana siz oynada ko'rinib turibki, demak 110 bu qisqa nomer, ya'ni o'sha korxonadagi biror bir qisqa nomer 10 degan nomer. Bu yerda bu nomer orqali siz tashqariga chiqmoqchi bo'lsangiz, aynan siz shartnoma O'zbek Telekom yoki biror bir o'sha provider bilan shartnoma tuzasiz, sizga alohida ishlatiladigan nomer beriladi. Bu 10 degan nomer tashqariga chiqayotganda o'zining bizdagi oddiy holatda 78 lik yoki 71 lik nomerni olib tashqariga chiqishi mumkin bo'ladi. Demak, biz ichki nomer sifatida 10 degan qisqa nomerni yozdik. Bunga Doston degan demak nom berdik. Demak, ikkita nomer yaratganmiz, hozir 10 va 11. Demak, Doston va Orifchan nomerlarni yaratdik va buni ishga tushirish uchun demak bizda server aniq. Mana bu slaydda ko'rsatilgandek mana VirtualBoxda SIP server yaratdik. Bu yerda Doston va Orifchan degan ikkita foydalanuvchini qo'shib qo'ydik, nomerlari 10 va 11. Ana endi bularga ikkita telefonda gaplashish uchun mobil qurilma sifatida demak muhit qo'shamiz. Buning uchun biz o'sha 3C demak Expon degan nimani qo'ydik. Bu demak bu yerda registratsiya qilish kerak bo'ladi. Birinchi siz o'rnatishayotganingizda registratsiya demak quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda siz o'sha Dostonni kiritishingiz kerak, telefon nomerlarini kiritishingiz kerak bo'ladi va u yoqda Dostonga biror bir o'sha hamma foydalanmasligi uchun autentifikatsiyalangan amalga oshirish uchun parol berilgan va mana o'sha serverning 120 degan
IP manzili keltirilgan. Bu manzildan tashqari 50-60 degan IP telefoniya porti mavjud. O'sha port ham kiritiladi. OK tugmasi bosilib, nastroyka qilinadi. Ya'ni siz nastroyka amalga oshirilayotganda mana bu yerda on off, ya'ni tayyor shaklida ma'lumot keldi. Ana endi bu birinchi, bu 3C Focus Point bu aynan bu dastur yana bizga o'sha tashkillashtirish mumkin bo'ladi. Masalan, ko'rib gaplashish orqali, ya'ni web konferensiyani ko'rishimiz, video konferensiyani ta'minlashi mumkin bo'ladi. Bu birinchisi, ikkinchi demak uzatuvchi sifatida buni ishlasak, qabul qiluvchi sifatida demak bizda Zoiper degan programma bor. Ya'ni Zoiper dasturi ham demak bizda 3C Expo'ga o'xshagan dastur. Bu ham demak o'sha aloqani ta'minlashi kerak bo'ladi. Bunda ham demak instrument qismida nastroyka degan qismi bor. Bu yerda ham bir nechta kerakli bo'lgan konfiguratsiyalarni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rinayotgandek va buni ham tugmasini bosamiz. Demak biz telefonni amalga oshiramiz. Ya'ni birinchi telefondan ikkinchi telefonga, ya'ni 3C Expo'dan bu telefonga xabarni uzatishimiz uchun biz demak nomerni teramiz. Ya'ni bizda quyidagi bu yerda mana 10 demak Dostonniki, 10-11 demak Orifchonniki edi. Demak biz telefon qilamiz 10 bu Doston ekan, bu Orifjon 10-11 ga yoki o'zining mana bu yerda mana telefon kimdan telefon kelganligi bo'yicha ham nimasi kiritilgan, shuni ustiga bosib turamiz. Mana bu yerda mana atvet tugmasini bosadigan bo'lsak, o'zaro aloqasini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi. Oddiy telefon orqali demak ikkita telefon bemalol bitta kompyuterda ma'lumot almashayotganini, ovozli ma'lumotlarni jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bundan telefon qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, demak bu yerda mana uje bizda ro'yxat chiqdi. Kimdan telefon kelgan, kimga telefon qilishimiz kerak. Masalan, Dostonga telefon qiladigan bo'lsak, tugmasi bosiladi va viziv tugmasi bosish orqali tugmani ham hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, umumiy holatda biz o'sha IP telefoniyani siz o'sha tashqaridan ham bu yerda IP telefoniyadan birinchi afzalliklardan biri sarf xarajatlarning kamligi, sifatning yuqoriligi bilan boshqa o'sha analog telefonlardan farq qiladi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Ya'ni umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda tarmoq orqali har xil turdagi xizmatlar tashkil qilinadi va shu xizmatlar orqali biz ishimizni demak yana yengilroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bugungi ko'rganimiz, ya'ni IPTV va IP telefoniya xizmatini ko'rib o'tib ketdik va ularni tashkil etish usullari va protokollari va standartlari bo'yicha qisqacha nazariy va amaliy ma'lumotlarni berib o'tdik. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.